turgan mahal, o'zing amalingda sobit turgan mahal jonimizni ol ya Robbiy. Onajon qutqaring deb har kuni so'raydi. Ketdik. Bunaqangi darajada o'ylab topish mushkulda, bunaqangi ssenariy. Mana Allohning o'zi qarang ko'rsatib qo'ydi haqiqat. Imom Buxoriy rahimahullohga nima uchun sizga zulm qilgan, noo'rin malomat qilgan va nohaq ayblaganlarni duoibat qilmaysiz deb aytilganda u kishi, chunki payg'ambar alayhissalom Havzi Kavsarda men bilan uchrashguncha sabr qilinglar deganlarga javob bergan ekanlar. Subhanalloh, qarang. Biz ham sabr qilamiz va yo'limizda davom etamiz. Biz bugun Latif Qo'qondamiz. Qalbi ertak, qalbi doston bir ona haqida sizga so'zlaymiz, dalolat qilamiz. Siz ham albatta befarq bo'lmagansizlar. Biz sizni yaxshilikka chorlaymiz, jannatga chorlaymiz. Ko'ring, albatta ko'p ibratni topasiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Tinchmisiz? Ehson berib yuborishgan edi. 8 million so'm. Shu berib yuborishdi-da, egalari. Shuni olib olar ekansiz. Yo'q, indashmadi. Shuni berib yuborishdi. Rahmat. Yana bir sağ olsun. Çünkü insanların yaptığı tatlı burcu. Sağ olun. Alo. Alo. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Opa, uzr bezovta qildim. Navoiyxonada ishlayapmidingiz? Ha, Navoiyxonangiz bor edi sizni. Biz ijtimoiy tarmoqqa rolik ovatdik. Bitta opa bor ekanlar, Navoiyxonada ishlaydigan, faqat hozir Navoiyxonalarda haydab olishibdi. O'shanga siz Navoiyxonangizni so'mga qolsa bo'ladimi? Mayli. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Sağ bo'ling. Siz o'zingiz yopasizmi nonni? Yo'q, hadi ikkita yopadi. Kichkina o'g'lim bilan tayyor. Bu joy siz joyingizmi? Yo'qmi? Ha. Yo'q, mahallaga qarashli. Turishimiz kerakmi? Yo'q. Abort fonda yaxshi chiqadi. Opammi, menimcha ishlab turgan navoxonalik xizmati bularni keyin yopib ketgan. bo'ldimi? Bormi hammada? Ha, boshladik. Nargiz opa, uzr endi bir yaringizni yangilaymiz, chunki xalqqa murojaat qilib ko'rsatmasak bo'lmaydi. Ishingiz hal bo'lishi uchun, dalolat qilinishi uchun. Nargiz opa qayerda turasiz? Rishton tumanida yashayman. 3 ta farzandim bor. Ikkitasi o'zimniki, bittasi 2 yil oldin akam ayollari bilan avtohalokatda vafot etishgan. Shuni farzandlarini ham boqib olganman bittasi. Xo'jayinim 3 yil